Qiziqayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu kichkina narsa nima ish qila oladi? Bu kichkina narsa katta ishlarni hal qilib qo'yadi. Ya'ni yong'in chiqishi ehtimoli bo'lgan shitlarga yoki qisqalar tutashuvda yonish ehtimoli bo'lgan shitlarga qo'yiladi. Ya'ni uyga montaj qiladigan shitlar yoki zavod shitlariga qo'ysa bo'ladi. Orqasida magniti bor. Xuddi shu holatda metal korpusga yopishadi. Buni xususiyatlari yong'indan o'zini xavfsiz qila oladi, ya'ni bu qismiga teganda o'zini o'chiradi. Bu bir martalik emas, ko'p marotaba asqotadi. Ancha-muncha ishlatsa bo'ladi. Hozir buni amalda ishlatib ko'rsatib beramiz. Amalda sinab ko'rdik, olovni o'chiryapti. Hozir uni shittisini ko'rsatamiz. Shu yong'in xavf chiqish ehtimoli bo'lgan, qisqa tutashuv bo'lish ehtimoli bo'lgan joylarga, yaqin joylarga yopishtiriladi. Yonigami, bu yoqlarigami yoki tepa qismigami yoki bu yoqdan kabel kirib keladigan qismigami qo'ysak, ancha effekt beradi.